Neymar. Ha, o'sha afsona, go'yoki afsonaga aylangan futbolchi mana shunday fintlar qilardi. Braziliya terma jamoasi safida, qolaversa o'z klubi Barselonada va PSJda porlagan yulduz. Lekin afsuski hozir u mana shu darajasida emas. Uning go'yoki super fintlari o'ziga qarshi ishlagandek, jarohatlar ham mana shundan kelib chiqqandek bo'layapti. Braziliya safidagi uning o'yini, pasi, zarba, endi futbolda bilasizmi, o'sha gol urishdan ham tashqari mana shunaqangi fintlar odamni o'ziga jalb qiladi va sevintiradi. Neymar mana shunaqangi o'z o'yinlari bilan, harakatlari bilan ko'pchiligimizning qalbimizdan chuqur joy olgan futbolchi. Afsuski u hozirda ming afsuski afsonaga aylanmoqda. Inter Miami'da o'ynashi mumkin deyilyapti. Yangi mavsumda agar o'tsa, MSN uchligi yana paydo bo'lishi mumkin, ammo kim biladi siz qanaqa bo'lar ekan.